Assalamu alaykum, gিরমান tilini o'tgan do'stlar, yaxshimisizlar? Gিরমান tilini safaringlar yaxshi ketib boramdi. Bu videoda men sizlarga gিরমান tili hozirgi zamon jumla shaklida piylarning turlinishini qisqacha so'zlab o'taman va misol keltirib beraman. Bilguninglardek bu grammatikal qoidada 4 narsani esimizda tutishimiz kerak. Ya'ni hozirgi zamon jumla shaklida piylar shaxs almashlari bilan turlangan vaqtida 4 xil qoidamiz bor ekan. Ya'ni bu tartiblik piylarning, tartibsiz piylarning videosini ayirib ishlaymiz. Tartiblik piylarning turlinishini o'rganganda hozirgi zamonda 4 xil qoida bor ekan deb bilib olinglar. Birinchi xil qoida asos qoidamiz. Bu qoida har zaman insonlar yodlab olishinglar kerak. 90% bu qoida uchiydi. Ondan başqa 3 xil alayda ahvol bor. Bu 3 xil alayda ahvolningki hammasida piylarning yildizininki oxirgi harfiga qarab diqqat qilamiz. Masalan, oxirgi harfida agar T, D, M, N bo'lib qolsa yoki S, ikki tal S, X, Z, S degan o'xshash harflar bo'lib qolsa yoki piylarning yildizininki yoki piylarning mastar shakli en bilan emas, faqat n bilan yasalgan bo'lsa degan o'xshash mushul xil alayda ahvollarda piylarning yildizi qo'shilgan qo'shimchalarning ba'zilarida ozroq o'zgarishlar yuz berdi. Ya'ni asosli bir qoidamiz bor, 3 xil alayda ahvol bor. Mushlarni esinglar tutib olinglar. Endi biz misollar orqali mush qoidalarni misolning ichida so'zlab beraman. Birinchi jumla: Wie heißt du? Ich heiße Anna. Wie heißt du? Piylarning yildizi heißen shunaqa. Heisen'ninki enni tashlab yatsanglar, heis qildi. Shuning bilan du bo'lganlik uchun asli st qo'shilish kerak edi asli qoidamizda. Ammo bu s-ning ichida bir s talaffuz bo'lganlik uchun, ya'ni bu duninki qo'shilgan st-ni qo'ysak bir tal s harfi ortiqcha, ya'ni hech ehtiyoj yo'q. Shunga ehtiyoj bo'lmagan s-ni tashlab yatdik. Ya'ni asli du bo'lganda st qo'shimiz qo'shiladi. Ammo bu piylarning yildizidagi s oxirgi harfning ichida bir s talaffuzi bor. Shunga qo'shimchamizdagi s-ni qo'shmadik, tashlab yatdik. Bu insonlar qilib qolsin. Ya'ni bu nima qoida desanglar, alayda ahvolning ikkinchisi. Ya'ni qarasanglar, alayda ahvolning ikkinchisi. Agar piylarning yildizining oxirgi harfi s, ikki tal s, x, z, s bo'lib qolsa, duninki piylarning turilishi st qo'shimiz qo'shatdik asli, ammo bu xil ahvollarda s qo'shimchasi st-ning ichidagi s tushib qoldi. Bu alayda ahvolimiz. Undan keyin ikkinchi jumla: Kommt ihr mit ins Kino? Kom degan tartibga tushadigan normal piyl, asosli qoidamiz bu piyilda ishlaydi. Ya'ni kom degan kommen asli piyilning mastar shakli. Kommendagi enni tashlab olsak, piyilning yildizi kom qolib qoldi. Undan keyin ihr degan sizlar bo'lganlik uchun, sizlar bo'lganda faqat t qo'shimchasi qo'shatdik. Shunga kommt, ihr kommt bo'ldi. Uning javobi qarasanglar, nein, leider nicht. Ich arbeite. Bu Arbeit degani alayda ahvoldagi piyil, ammo ich bo'lganda normal birinchi asos qoidamizga tushadi. Undan keyin besucht und Jana besucht ihre Eltern. Besucht degan besuchen. Ya'ni asli piyilning mastar shakli besuchen, enni tashlab yatdik oxiridagi. Shuning bilan besuch qilib qoldi piyilning yildizi. Yana degan uchinchi shaxs, ya'ni u uchinchi shaxsni, uchinchi bir kishini ko'rsatganlik uchun azi asni chekimni ishlatamiz. Ya'ni bu azi as uchun telam qo'shatdik piyilning yildiziga. Shunga besucht bo'ldi. Buni bilinglar. Frau Jana kommt heute. Kommen degan bu piyil qoida tushadigan piyil. Frau Jana uchinchi shaxs, ya'ni uchinchi bir kishini ko'rsatganlik uchun azi asni ishlatamiz. Ya'ni faqat t qo'shimiz bu insonlar bo'lsin. Uning javobi shu, ya'ni qoida tushadi. Komm, bringe bu qoida tushadi. To'rtinchi jumla: Warum antwortest du nicht? Ya'ni nima javob bermaysan? Ich verstehe dich nicht. Javobi qarasanglar, ich verstehe degan qoida tushadigan piyil, ya'ni ich bo'lganlik uchun qo'shimiz qo'shildi piyilning yildiziga. Buning qaramisalan bo'ldi. Uning savoli qaranglar. Warum antwortest du nicht? Antworten degan javob berish degan gap. Keyindagi enni tashlab olsanglar, antwort t bilan, ya'ni piyil yildizining oxirgi harfi t bo'ldi. Bu du bo'lganlik uchun st qo'shimiz. Tamam, bu yergacha masala yo'q. Ammo bir tal harfi ortiq bo'lib qolibdi. Nima uchun? Chunki piyilning yildizi t bilan oyoqlashdi, qo'shimchamiz st bo'ldi. 3 tal uzuk tovush yon-yoniga t, s, t 3 tal uzuk tovush yon-yoniga kelib qoldi. Bu talaffuzda tas bo'lib qolganlik uchun, talaffuzni qulaylashtirish uchun bir tal harfini yordamga keldik. Ya'ni bu grammatikal bir qoida, alayda ahvol bu. Duning chekimini qo'shgan vaqtimizda t, d, m, n bilan oyoqlashgan bo'lsa, ya'ni t, s, t talaffuz tas bo'lib qolganlik uchun bir tal harfi yordam kelibdi. Shunga antwortest du deb dan yardım bilan mustaqil ekanmiz deb o'ylasanglar bo'ldi.
Keyingi cümle. Tanz du gerne. Tanz degan bu so'zningki ahvol bilan birinchi jumladagi wie heißt du'dagi Heisen'ninki alayda ahvol o'xshaydi. Ya'ni bu ikkinchi xil alayda ahvol. Ya'ni bir jumlaning bir fe'lning yıldızda s, ikiz, ikki tal s, z, s bo'lib qolsa, bu so'zlar, bu harflarning tarkibida zaten bir s talaffuzi bo'lganligi uchun du'ning chekimidagi, du'ning turilinishidagi qo'shilgan st qo'shimchasidagi s ni tashlab etamiz. Chunki ehtiyoj yo'q. Qarasanglar, tanz du bo'lgan vaqtida cho'qim s qo'shishimiz kerak deydi, ammo z talaffuz qilinganligi uchun bir s qo'shilgan qo'shimchadagi s ga ehtiyoj qolmaydi. Shunga bevosita t ham qo'shimiz deb bilsanglar bo'ldi. Ja, aber mein Freund tanzt leider nicht. Mein Freund, mening do'stim. Ya'ni mening do'stim degan uchinchi bir kishini ko'rsatganlik uchun yana azi asninkini ishlatamiz. Bu bevosita yana t qo'shdik. Chunki arzi asnikida fe'lning yildiziga qo'shimiz t lamdi. Buningda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bu qoida uchidi. Faqat duda s dediki s tushib qoldi deb o'ylasanglar bo'ldi. Oxirgi jumla qarasanglar, bügelst du? Dazmal salamsan, dazmal selyaptamsan. Ya, ich bügele gerade. Men hozir dazmal men hozir dazmal selyapman. Fe'l qarasanglar, bu fe'lning asli shakli bügeln. Ya'ni l'ning keyini bir tal ne bilan, ya'ni fe'lningki mastar shakli faqat n harfi bilan yasaldi. Bu xil ahvolda, bu oxirgi alayda ahvolimizda asos qoidamiz bordi, 3 xil alayda ahvol bordi. Bu 3 xil alayda ahvolning 3-siga tushdi bu. Fe'lningki mastar shakli faqat n harfi bilan yasalgan, n harfini tashlab etamiz. Shuning bilan fe'lning yildiz qilib qolamdi. Bügel. Shuning bilan buningga bu hammasida o'zgarish, faqat ihtilab o'zgarish bo'ldi. Qolganlari masalan du, azi, as, wir, ihr degan qolganlar hammasi qoidaga tushdi. Faqat men bo'lgan vaqtida, men bo'lganda bu fe'lning turilinishida azroq o'zgarish yuz berdi. Ya'ni qarasanglar, ya, ich bügle gerade. Qarasanglar, bügel fe'lning yildizidagi bügeldi. L'ning oldida bitta e harfi bordi, ammo e harfi tushib qoldi. Ich bo'lganda e harfi tushib qolib bügle o'zgardi. Ammo keyini qo'shilgan e qo'shimchasi yana o'xshash normal qo'shildi. Faqat fe'lning yildizniki L'ning oldidagi e harfi tushib qoldi. Ya'ni fe'lning yildizida azroq o'zgarish yuz berdi, ammo qo'shimchada o'zgarish yuz bermaydi. Buni bilib olsanglar bo'ldi. Bu to'g'riliq yana boshqa videolar bor. Bu videoni tushunmagan bo'lsanglar, boshqa shu mening kanalimdagi bu to'g'riliq boshqa videolarni ko'rsanglar bo'ldi. İnşallah bir foydali uchur beradigan nima deyman. Hamsi keyingi videoda ko'rishaylik. Auf Wiedersehen.